Türkan Hatun Abdori Hacı Ekber Muhammed Niyaz Qarixanlar və Salcuqilar münasibətidəki təngdassız yarqın şəxs Türkan Hatun 4-cü qism 4. Türkan Hatunның siyasi və hərbi işlərə aktiv aralashib, Abbasiylar xəlifəsi və Salcuqilar sultanını tikləb chiqishigacha. Alip Arslanxon o'g'li Malik Shahni ba'zi harbiy yurishlarga birga ilib chiqsa, ba'zi yurishlarda o'rniga naib qilib qo'yadi. Maqsadi uni ham askariy ishlarda, ham hokimiyat ishlarida pishirish edi. Ammo amdili 15 yoshga kirgan Malik Shah yanada kichik kelib qoldi. Shuning bilan uning tomirida Alip Ertuğ'a qolgan Sultan Sutuq Bug'raxon va dadasi İbrahim Bug'raxonning qiyni eqiyotgan xonishi 17 yoshlik Türkan Hatun Malik Shahning bu jihatdagi barliq andishlarini yo'q qilgan. Ahvol shu tariqada davom qilayotganda birdilla Sharqi Rim imperiyasi g'oyat zo'r qo'shin bilan Van ko'li atrofiga yetib kelgan. Alip Arslan yaqin atrofidagi ozg'in askarlarni aran to'plab, tezdan Vanga yetib borgan. 1071-yili 26 avgust juma kuni tarixning yo'nalishini o'zgartgan Malazgirt urushi Saljuqilarning g'alabasi bilan oxirlashgan. Bu qitimqi urushdan keyin Saljuqilar qisqa mezgil amillik davriga kirib, Türkan Hatun Bag'dodga Buxorodan har xil sarxil kishilarni yo'tkab akilib, Saljuqilarning kun siri eshiyotgan ehtiyojini qamdashga boshlagan. Mahmud Qashqariyamo dal mushu mezgilda Türkan Hatunning taklifi bilan Bag'dodga yetib kelib, 1072-yili 25 yanvar Qutluq divanni yezishga boshlagan. Biroq shu yili kuzda yuqorqi g'albisidan xeyla mag'rurlanib qolgan Alip Arslanxon g'alba fursatidan foydalanib, g'arbi qarxonlarni o'ziga to'liq beqindirmoqchi bo'lib, 200 mingdan oshiq askar bilan 22 kunda Uda Amo daryosidan o'tgan. Ondan shu joydagi qal'ala qo'mondoni Yusufbek Xorazmni o'ltirmoqchi bo'lganda, aksicha uning xanjarda jon bergan. 1072-yili 22 noyabr yuz bergan bu vaqa saltanatlik sultonning hayotini fojia bilan tugatgan. U 1060-yili 16 iyul vafot bo'lgan Chag'ribek Davudning o'g'li bo'lib, u Mikailning o'g'li, u Saljuqning o'g'li edi. Uning dadasi 1028-yili Yusuf Qadirxonning panoyida, keyincha uning o'g'li Muhammad Bug'raxonning qo'llashida xonlik qurgan bo'lg'achqa, ota bola Qarixanlar qolganligiga qarta yomon niyati bo'lmagan. Ammo g'arbi qarixanlarni bevosita boshqarish istiki sultonning jiniga zomin bo'lgan. Sultan Alip Arslan o'lish oldida vasiyat qilib, kimiki saltanati ko'k taqashgan Alip Arslanni ko'makchi bo'lsa, Marviga kelib qarasa, uning yerga tapni qilinganini ko'rdi degan jumlani qabr teshiga yezishga buyruq qiladi. Ondan o'zi bilan birga ilib kelgan o'g'li Malik Shahni sulton deb jakarlab, barliq qo'mondonlarni vaziri orqali qasam qildirib vafot bo'ladi. Malik Shah uning meyitini ilib 22 kunda kechgan Amo daryosidan 3 kundala chekinib ketdi. İbrahim Bug'raxonning o'g'li Alip Arslanning kuyovli Shamsul Mulk Nasirxon qiynatisining o'ltirilib, Saljuqilarning chekinib ketganini anglabla Termiziga
hücum qilib, burunqi zimminlarini qaytarib olishga boshlagan. Bu vaqtda Alip Arslanning yana bir o'g'li Iyaz Balixdan chiqib, g'arbga yurib ketgan bo'lib, Balix aholisi ansirab, darhol g'arbi qarxonadan amonlik talab qilgan. Nasirxon Balixni qo'lga olgan. Iyaz buni anglab, qaytib kelib, Balixni qayta qo'liga elib, 10,000 askar bilan Amo daryosidan o'tishiga g'arbi qarxonlar qo'shini hujum qilib, 1073-yili martda ko'pincha askari Amo daryosida g'arq bo'lib o'lgan. 5. Türkan xotinning Saljuqilar siyosiy tarixiga cho'nqur ta'sir ko'rsatishi. Malikshah sultan bo'lgandan keyin boshqa Saljuqilar beglari uni e'tirof qilg'ili unumay, keng ko'lamda ichki urush boshlanib ketgan. Chunki Alip Arslanxon ayni vaqtda ularga davlatini taqsim qilib bergan edi. Halqiliq paytda Türkan xotin bilan vazir Nizamul Mulk ching turib, yangi sultan Malikshahni saqlab qolgan. 1074-yilga kelganda ichki isyonlar tinchitilib, Abbasiylar xalifasi Malikshahga Jalolu davlat, Türkan xotinga Xotun Jalaliya nomini bergan. Malikshah isyonlarni to'liq tinchitib bo'libla, qaytadan g'arbi Qaraxon ziminiga hujum qilib, Termizini egallagan. Bu shaharni qo'g'dayotgan Türkan xotinning qarindishini o'ltirmasdan, aksicha hurmat bilan yo'lga selib qo'ygan. Ondan Udul Samarqandga yurish qilgan. Ammo Nasirxon vazir Nizamul Mulkning vositasida sulton Malikshah bilan sulhi tuzib, hokimiyatini saqlab qolgan. Sulton shundala Xurason orqali Ray shahriga qaytib kelgan. Dal mushu mezgilda Malikshahning taxtga ko'z tikib yurgan qarindishi Iyaz o'lib ketgan. Sultonlik talashadigan raqiblar shuning bilan tugagan. Malikshah uning tavasini yana bir inisi Shahobiddin Takashga bo'lib bergan. Bu 1074-yili ichidagi voqealar edi. Bu yil yana Sharqi Qarxonlarning qog'oni Mahmud To'g'rulxon, Yusuf Qadirxonning o'g'li vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Umarxon qog'on bo'lgan. Ammo kasalchan qog'on 6 oy bo'lmayli vafot bo'lgan. Natijada qog'onlik taxtiga Mahmud Qashg'ariyning tog'isi Noib qog'on Hasan Bug'raxon, ya'ni Ishki Harun o'ltirgan. 1075-yili 1-aprel 44 yil xalifa bo'lgan Abbasiylar xalifasi Qoim Be'amrullah vafot bo'lgan. Uning onasi Arman bo'lib, uzun umr ko'rgan ayol edi. Onasi 1060-yili avgustda vafot bo'lgan. Xalifa o'lish oldida Vali ahdisi va navrisi Obul Qasim Abdullah ibn Muhammad ibn Qoyimni xalif qilib tayinlagan. Chunki uning o'g'li u hayot vaqtida o'lib ketgan edi. Bu navrisimi dadasi vafot bo'lib 6 oydan keyin tug'ilgan. Birdan-bir Qodir jamoatiga tava o'g'il edi. Ammo qismat bu balaga har vaqt ta'tir keldi. 1059 yanvarda Asiy qo'mondan Basasir Bag'dodga bosib kirib, xalifa jamoatini qirg'in qilganda 4 yoshga kiray degan Muqtadini boshqalar yushirib saqlab qolgan. 1059 12 dekabr To'g'rilbek isyonchilarni qo'g'lab chiqarib, dekabrning oxirgi juma kuni To'g'rilbek xalifa mingan xechirni o'zi yetilab, xalifalik saroyigacha akilib qo'ygan. Undan boshqa u singlisi Arslan xotinni qayta xalifaga qo'shib qo'ygan.
Shunda qilib, uning inovati tez o'sgan edi. Demak, Muqtadi kichigidan boshlabla Saljuqilarning himoyasida o'sib yetilgan edi. U Qur'onga yetganda, buvisi birdan-bir navrisini valiahd qilib tayinlagan edi. Mahmud Qashg'ari Bag'dodga kelganda, Olib Arslanxon birdan-bir xalifa nomzodi bo'lgan bu yosh yigitni turk tili va turk madaniyatini o'rganish uchun buvisiga ustoz Mahmudni tavsiya qilgan. Xalifa Qodir Billaning tarbiyasida cho'ng bo'lgan Qoim Be'amrulla, Yusuf Qodirxon va uning o'g'illarini yaxshi biladi. Bag'dod eng ig'ir kunlarda qolgan 50 yilda ana ashular Bag'dodni va xalifani izchil bekorlik ochliq bilan ta'minlab kelgan edi. Har qitimliq Saljuq sultoni vafotidan keyin maydonga kelgan davolg'ishlar Bag'dodda ocharchilik paydo qiladigan bo'lib, 1001-yili Qashqardan Bag'dodga qarab yo'lga chiqqan ochliq karvoni toki 1141-yilgacha oz kam 150 yil davom qilgan. Shunglashqa xalifa jamoati qarxonlarni alayda hurmat qiladi. Shunga u 17 yoshlik zirak navrisini Mahmud Qashqarining qo'liga topshirgan. Ammo o'zi uzoq o'tmayla vafot bo'lgan. Xalifa vafot bo'lgan shu daqiqalarda sharqiy qarxonlarning hokimiyat beshidimi o'zgarish bo'lib, Yusuf Qodirxonning ham alamda, ham qalamda yetishgan navrisi Sulaymon Arslanxonning o'g'li Hasan Bug'raxon xuddi buvisi Yusuf Qodirxonga o'xshash qarxonlarning yagona va saltanatlik hukmroniga aylangan edi. Har qaysi ellar elchilarining yetib kelishini ko'zda tutib, yangi xalifaning qutlaqlanish murosimi yil oxirigacha kechiktirildi. Shu qatorda Hasan Bug'raxonmo Bag'dodga xon jamoatidan birini bosh qilib, alayda elchilar o'miga avatib, burunqi sodiq do'sti bo'lgan xalifaning o'limiga ta'ziya bildirgach, yangi xalifani qutlaqlash uchun Bag'dodga yetib keldi. Hazrati Mahmud Qashqarimo o'z qo'lida tarbiyalangan yangi xalifaning qutlug' xalifalik murosimiga ulgurtib, 16 yil to'plagan arxivlar asosida 1072-yili 25 yanvardan 1074-yili 10 fevralgacha saq 2 yilda yezib chiqqan buyuk asrni oxirgi qatim tuzitib chiqib, xalifani tabriklash uchun yetib kelgan qarxonlar elchilariga bosh bo'lib kelgan tog'si bilan birlikda xalifaga hadiya qilgan. Yangi xalifa to'limi hayajon va xushallik bilan bu qimmatli hadiyani qabul qilib, e'tiborlab saqlagan. Mazkur asardan sirt Mahmud bovimiz arab va turk tilining selishtirma grammatikasi nomli asarni xalifaga hadiya qilgan bo'lib, bu ikki asar turk tili va turk madaniyatini arablarga tanishtirishda ko'rlik rol o'ynagan. Xalifalar bu kitobni shunchalik asrab saqlaganki, keyingi 200 yilda yuz bergan Xorazmsholar vaqasi Hilokunning Bag'dodni ishg'ol qilib, kitob ko'ydirish vaqalaridimi qo'ldan qo'lga qochirilib yurib, saqlab qilingan. Aradan 1000 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin 1917-yili Istanbulda yo'riq ko'rgan. Turkan xotinning Malik Shahdan 3 o'g'il, bir qizi bor bo'lib, cho'ng o'g'illari Davud bilan Ahmad kichikli vafot bo'lgan edi. Faqat qizi Mamalik xotin qatorga qo'shilgan edi. 1078-yili Malik Shahning boshqa bir xotinidan cho'ng o'g'li Berk Yorug' tug'ildi.
Yana shu yili Xalifa Muqtadidning o'g'li Ahmad tug'ilgan. U Abu Abbas edi. 1079 yili Xalifa Muqtadidning o'g'li Musa tug'ilgan. U Abu Jafar deb atalgan. 1080 yili Malikshahning inisi Takash isyon ko'tarib, Xurosonni yutib olgan. Sultan har qitimqidek Türkan xotunni poytaxtda sultan qilib qo'yib, o'zi vaziri Nizamul Mulk bilan isyonni bostirgan. Shundaq qilib 1073 yildan toki 1092 yilgacha Türkan xotun eri bilan hokimiyat so'rab, tarixda o'zidan burunqi va keyingi barliq Saljuqiylar malikalari erishib baqmagan martabaga erishib, nomini mangu qoldirgan. Bo'libmi Xalifa 1080-yili Türkan xotunning qizi Mamalik xotun Altun xotunga nikohlanish talab qo'ygandan keyin Türkan xotunning o'rni biraqla eri Malikshahdan eshib tushib, nupuzi g'arbi qarxonlar Xuroson, İran, Azerbaycan, hatto Abbasiylar poytaxti Bag'dodda birinchi o'ringa chiqqan. Buni uning xalifaning talabiga tutgan qat'iy pozitsiyasidan ko'rib olish mumkin. Sultan poytaxti Isfahonda xalifaning talabidan xabar tepibla, xalifaning elchi bo'lib kelgan vaziri bilan o'z vazirini Türkan xotundan rozilik olishga buyurdi. Ular Türkan xotunning qiziga elchi bo'lganda, Türkan xotun ularga qizimga G'aznaviylar va Mavara un-Nahir sultonlari to'yliq uchun 200 ming tilla, ya'ni oltin tanga tayyorlab elchi bo'lganda rozilik bermadim. Agar xalifa aşı to'yliqni bera olsa, xalifa nikohlanishga boshqalardan bakrak haqliq deb javob bergan. Ammo xalifaning bunchalik puli yo'q edi. Shuncha saltanatlik Alip Arslanmo eng amroq o'g'liga aran 500 ming tilla miras qoldirgan edi. Bu chaqda burunqi xalifaga yotliq bo'lgan Malikshahning hammasi Arslan xotun Xadicha banu org'a tushib, xalifalar bilan nasab jihatdan bog'lanishning o'ziningla zo'r shon-sharaf ekanligini, xalifaga sultonlarga o'xshash muomala qilinmaydiganligini, Abbasiylar jamoatining fazilatini so'zlab yurib, ming tasda Türkan xotunni qoyil qilgan. Ammo Türkan xotun qo'shimcha shart qo'yib, xalifaning o'z qiziga uylangandan keyinla barliq xotinlari va kinizaklardan voz kechish, agar saqlab qolgan taqdirdami, kechisi cho'qim qizining hujrasida bo'lishi kerakligini talab qilgan. Kichigidilla Türkçe muhitda cho'ng bo'lib, Alip Ertonga va Sutuq Bug'raxonning nasldan bo'lgan Türkan xotunning qiziga ega bo'lish uchun xalifa bu shartlarga darrov ma'qul bo'lgan. Shundala Türkan xotun rozilik bergan. Malikshah muhr bosgan. Mushu vaqalar Türkan xotunning nopozning allaburun Malikshahdan halqib ketganligiga oddiy misol bo'la oladi. Chunki bundan burunqi hech bir sultonlar qizlarini nikohlashda xotinlarining rayiga baqqan emas. Yuqorqi vaqa bo'lib, uzoq o'tmayla Sultan Malikshahning Türkan xotundan bo'lgan amroq o'g'li Davud vafot bo'ladi. Hammaga ma'lumki, Davud dal sultanning bovisining ismi bo'lib, Chag'irbek nomi bilan danqi chiqqan dana sarkarda edi. U 1028-yili Yusuf Qadirxonga yiqib qolg'achqa Saljuq o'g'illari halokatdan qutulib qolgan edi.
keyinchi u Muhammad Bug'raxon, ya'ni Mahmud Qashqarning bovusini sodiq qo'llag'uchi edi. Shunga Turkan xotinmo bu ismni qo'yishga rozilik bergan edi. Aslida Davudni izbasar qilish plani bo'lgan Sultan Malikshah uning o'limiga shunchalik ig'ir qayg'urdiki, uni yuyib dafn qilg'ilimi unimay, jasad sesib ketganda amalsiz ruxsat qilib tuproq beshiga qo'ymay turib olib, necha qitim o'zini o'ltirib olay deganda navkarlar to'sib qolgan. Azobga chidamagan sulton o'g'i chiqib yeniklashni qaror qilgan. Shaharlarda o'g'li uchun qarliq tutib yig'lash buyruq tushirgan. Hatto xalifaning vazirimi Bag'dodda necha kun shahar maydonida yig'lab ta'ziya bildirgan. Turkan xotin Malikshah sulton bo'lgandan keyin, bo'libmi 1080-yildan keyin izchil ana yurti Buxoro va Samarqanddan har xil kasb egillari, nopozliq olimlar, dangliq sarkardalar, siyosiyonlar va ma'rifatshunoslarni taklif qilib, Saljuqiylar tavasida bir qatimliq madaniyat va iqtisod gullanishiga asos soldi. Tarixchilarning xotirlashicha 1083-yilga kelganda Saljuqiylar tavasida shunchalik mo'lchilik va arzonchilik hukm surgan ekanki, eng qimmat bug'doyning bir xaltasi, eng qimmatchilik shahar Bag'dodda aran 10 tillarga tushgan. 1084-yili 27-noyabr Malikshahning kinezligidan bir o'g'il Iroqdagi Sancharda tug'ilgan. Sultan uningga Ahmad deb ism qo'ygan. Turkan xotinning vafot bo'lgan o'g'li Ahmadni aslash uchun shundoq atagan bo'lsa kerak. Ammo u keyingi yili vafot bo'lib ketgan. 1085-yili avgustda ikki haramning imomi deb tonilgan nopozliq diniy olim imom Juvayni vafot bo'lgan. U 1026-yili Yusuf Qadirxon yigona qolgan bo'lib, Bag'dodga elchi avatgan vaqtda tug'ilgan edi. Yana shu yili 1028-yildan beri Bag'dodda vazifa o'tayotgan Qozi Quzzot Tamg'ani boshliq 10 necha nopozliq diniy olimlar biroqli vafot bo'lib, Turkan xotin ularning o'rnini jiddiy to'liqlash uchun Buxoro va poytaxt Samarqanddan ko'plab cho'ng diniy olim o'limalarni ko'chirib kelgan. Chunki uning dadisi İbrahim Tavg'ach Bug'raxon Yusuf Qadirxondan keyin islom dunyosida ilm ma'rifatning va diniy zotlarning homiysi deb shuhrat topgan bo'lib, uning davrida Buxoro bilan Samarqand, davolg'ib turgan Qashqar bilan Xotan, tugishib ketgan Bag'dod bilan Damashqning o'rnini elib, butun islom dunyosining ilm ma'rifat markaziga aylangan edi. Bu xil afzal sharoit ham Saljuqiylarning uzoqcha put terab turish uchun hal qilg'uch rol o'ynasa, ham Turkan xotinning vositasida Saljuqiylarning birdilla qarxonlashish, ya'ni madaniylashish suratini kuchaytdi. Shunlashqa Turkan xotinning bu tuhfalarni qanchalik maqtasak arziydi. Turkan xotinning siyosiy nopozning Sultan Malikshahdan eshib ketishidagi misollar tarixda sanoqsiz bo'lib, 1086-yili Anatoliya Saljuqlarining oqsoqoli Sulaymon, ya'ni Malikshahning navri inisi bo'lib, dadisi isyon ko'targanda Olib Arslan tarafidan o'ldirilgan. Antakiyaga hujum qilib, Malikshahning inisi toji davlat tutish qurgan Suriya Saljuqlari tavasiga kirgan. Tutishbag darhol atlanib, navri inisi Sulaymonni o'ldirgan.
ikki jamoat orasida mamatliq urush chiqishdan burunla Turkan xotun Məlikşahni dərhal ikki Saljuq bəglik chegarasini ayırıb etish uchun Halab bilan Antakiyani sultanning ayırıb olishi uchun yo'lga solgan. Ondan başqa o dərhal bir məktub yazıb qiyin enisi tutishqa qattiq qayıgan. Turkan xotunni xuddi ansidek hurmat qiladigan tutush aqlini tepib, aksi Məlikşahqa qarshi urush niyatidan yangan. Şuna o aksining qarsini ko'rgan hamonla Halabni tashlab ketgan. Qo'mondonlari uningga sultonning yiroqdan kelgicha charchab ketganligini, birli hujum bilan uni tarmar qila oladiganligini aytib, norozilik bildirganda, tutush Turkan xotun yozgan mono jumlalarni takrorlagan. Mən özüm saydaydigan qerindishimning obro'yini sundurmayman. Chunki bundaq qilish oldi bilan o'zimni sundurganlik. Turkan xotunning dana tadbiri bilan bir butun Saljuqilarni halokatdan saqlab qolgan sulton Zafar Quchub 1087-yili martda Qurban hayitga ulgurib Uddul Bag'dodga kelgan. Turkan xotun turadigan saltanat sarayida bir kun aram elib, atisi chavgan to'p o'ynab, xalifaga nurg'un hayitlik sovg'alarni avatgan. Atisi vaziri bilan Musa Kazim, Ahmad Hanbal, Imom Azam qatorliq ulug'larning mazirini yo'qlagan. Andın vazir bilan qishloqlarga o'g'i chiqib, Hazrati Ali bilan Hazrati Husayn jon bergan joylarni ziyorat qilib, orqadilla nurg'un kiyik o'g'lab qaytib kelgan. Andın xalifaning oldiga salomga borgan. Barliq Saljuq amirlari xalifaga xizmatlari haqida yillik doklad bergandan keyin navbat sultonga kelgan. Xalifa sultonga bütün Abbasiylar tavasining harbiy va ma'muriy huquqini to'liq topshirib bergan. Xalifa sultonni qo'lidan so'yishga buyurganda, sulton qo'shilmagan. Shuning bilan xalifa uzukini elib uzatgan. Shundala sulton uzukni so'yib va ko'ziga surtib qaytirib bergan. Shundala xalifa sultonga ijozat bergan. Sulton maygacha 2 oydak Bag'dodda turib, ondan o'zining siyosiy poytaxti Ispanga ketgan. Məlikşahning bu zafirdan keyinla 1086-yili oxiridan boshlab 2 haramdagi Misr Patmiylar xalifasining ismi o'chirilib, Abbasiylar xalifasi Muqtadi bi Amrullohning nomi tirildi. Patmiylar 909-yildan boshlab o'zini xalifa deb atab, 969-yili Marokashdan yurish qilib, Misrni ayni vaqtdagi Farg'ona Uyg'urlar qurib chiqqan 2-chi musulmon Uyg'ur davlati, ya'ni tunji davlatni Uyg'ur Ahmad ibn To'lun 867-yili qurib chiqqan. Uning dadisi dal Orxon Uyg'ur xalqining 9 o'g'iz guruhiga tava kishi edi. Buxorolik edi. Exshidi sulolasi qo'lidan tortib olib, orqadilla Abbasiylarning zaif holatidan foydalanib, 100 yil ichida hozirgi Falastin bilan Suriya, Makka bilan Madinani ishg'ol qilib olgan edi. Məlikşah davrida Patmiylar mag'lub qilinib, Quddus va 2 haram qaytirib kelingan. Biroq 1094-yili Turkan xotun vafot bo'lgandan keyinla Saljuqilar parchalanib ketib, ahli salib qo'shini 1097-yili Quddusni besib olgan. Oxirda 1171-yili Sultan Salohiddin Patmiylarni yo'qotib, Quddusni 1187-yili oktyabr qaytirib olgan. Eng oxirda
1917 yılı 9 dekabr Angliya Quddusni basqan. Davamı var.